Hozirgi paytda dunyodagi eng strategik yo'nalishlardan birisi bu yarim o'tkazgichlar va elektronika sanoati. Har bir davlatni kelajagini belgilab beradigan yo'nalishlar bu aynan yarim o'tkazgichlar, chip texnologiyalari, elektronika hozirgi davrda muhim bo'lib hisoblanadi. Va bu o'rinda biz aytishimiz mumkin, oddiy telefondan tortib kompyuterlargacha, elektromobillar, harbiy xavfsizlik, hozirgi paytda bilasiz, dunyo notinch dronlar, uchar qurilmalar hammasi va eng muhimi energetika tizimi tagida aynan chiplar turadi. Biz kanalimizda bir necha oylardan beri aynan chip texnologiyalari, yarim o'tkazgichlar sanoati bo'yicha bir qator ko'rsatuvlar tayyorlab kelyapmiz. Va bu yerda biz aynan dunyo siyosati, chip texnologiyasi, chip ishlab chiqarish, ICML texnologiyalari, Tayvan, Xitoy, AQSh, O'zbekiston masalalariga to'xtalganmiz va oxirgi videomizni ko'rgan bo'lsangiz kerak, aynan tranzistordan tortib bugungi hayotimizning hammasi mana shunga bog'liq ekanligini tushuntirib berishga harakat qildik. Va endi biz muhim savolga keldik. Bu jarayonda O'zbekiston qaysi bosqichda, qaysi o'rinda va chip ishlab chiqarish jarayonini biz boshlayapmizmi? Bunga davlat befarq emasmi? Va O'zbekiston qachon o'z chipiga ega bo'ladi degan savol. Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev, PhD dotsent. Bugun biz aynan O'zbekiston Respublikasida yarim o'tkazgichlar sohasini rivojlantirish bo'yicha muhim mavzularda gaplashishni boshlayapmiz va bu podkastimizda aynan intervyu podkast formatida bo'ladi va biz hozirda O'zbekiston Respublikasi Moliya va Iqtisodiyot vazirligidan muhim vakil, aynan yarim o'tkazgichlar va elektronika sohasini rivojlantirishga mas'ul bo'lgan shaxs Azizjon aka bilan intervyuni boshlayapmiz. Azizjon aka, o'zingiz haqingizda bir ikki og'iz fikr bildirib olsangiz. Assalomu alaykum Zoirbek, taklifingiz uchun kattakon rahmat. Sizga rahmat. Men ismim Azizjon Akramov. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yarim o'tkazgichlar va elektronika sohasini jadal rivojlantirishni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i bo'laman. Demak, vazirlikda alohida shu bo'yicha bo'lim tashkil etilgan. Juda ham yaxshi. Bu biz bir qator institutlar, universitetlarni bilamiz. Demak, endi vazirlik doirasida shu bo'yicha aniq bo'lim tashkil etilyapti. Azizjon aka, mavzuni boshidan boshlasak. Umuman bugungi kunda dunyoda elektronika, yarim o'tkazgichlar sohasi neft, gaz, ko'mir, umuman oltin bilan teng darajada strategik muhim mavzuga aylanyapti. Buning mohiyati nimada deb o'ylaysiz? Mana so'zingizni boshida o'zingiz aytib ketdingiz, yarim o'tkazgichlar bugungi kunda qanchalik muhimligini. Mana shu muhimlik ayniqsa bugungi kunda hozir shu kunlarda o'zining cho'qqi darajasiga chiqdi. Bugun qaysi sohani olishingizdan qat'iy nazar, xoh u avtomobilsozlik bo'lsin, xoh u yuqori ilg'or texnologiyalar bo'lsin, sog'liqni saqlash sohasidagi tibbiyot uskunalari yoki bo'lmasa mana bugungi kunda eng ko'p gapirilayotgan sun'iy intellekt sohasi. Bularning hammasi yarim o'tkazgichlarsiz rivojlanish imkoni yo'q. Shu sohani shunchalik muhimligi shu darajaga keldiki, davlatlar 21-asrni nefti sifatida yarim o'tkazgichlarda aytilyapti. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Aka, qo'shimcha sifatida hozir O'zbekistonda biz hali chip ishlab chiqarmaymiz. Ilg'or davlatlar bor. Nega aynan O'zbekistonda hozirda bu mavzu kun mavzusiga aylanyapti? Eng muhim narsa bor, vaqt masalasi. Bugungi kunda qadam boshlaganimiz kelajakdagi yutuqlarimizga tezroq yetishimizga imkoniyat beradi. Biz O'zbekistonda shu mavzu, shu sohani rivojlantirish muhimligini davlat darajasida qanchalik muhimligini bilamiz. Shu sohani rivojlantirishga berilayotgan e'tiborni qanchalik tez boshlasak, kelgusida, yaqin kelajakda shunchalik tezroq yutuqlarga erishish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Sababi o'zingiz bilasiz, bu soha uzoq vaqt talab qiladi. Kadrlar tayyorlash, yana boshqa masalalari bir yo'nalishini tanlab uni amalga oshirish ancha vaqt talab qiladigan jarayon. Ushbu jarayonlardan o'tish uchun qaysi davlat vaqtliroq boshlasa, tezroq boshlashiga qarab shuncha yutuqlarga erishish mumkin bo'ladi. Albatta to'g'ri ta'kidladingiz. Hozirgi paytda qachon biz zavod quramiz degan masala emas, biz ishni tezroq boshlashimiz bizga muhimroq pozitsiyada. Bu borada sohani rivojlantirish bo'yicha prezident qarori chiqqan yaqinda. Shu haqida ozroq gaplashsak. 2025-yil 15-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 304-sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan
O'zbekistonda 2026-2035 yillarga mo'ljallangan mikroelektronika va yarim o'tkazgichlar sanoatini rivojlantirish strategiya ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Ushbu strategiyani ishlab chiqishda xalqaro hamkorlar bilan hamkorlikda amalga oshirish topshiriqlari berilgan. Xo'p, aynan strategiya masalasi 2026-2035 yilda aynan O'zbekiston Respublikasida yarim o'tkazgichlar va elektronika sanoatini rivojlantirish strategiyasi. Hozirda strategiya ishlab chiqarish bosqichida tayyorlanyapti. Yil oxirigacha tayyorlanishi kerak menimcha. Xo'p, strategiyaning asosiy maqsadi nima va vazifalari nimalardan iborat? Yarim o'tkazgichlar va mikroelektronika sohasida dunyoda global qiymat zanjiri mavjud. Ushbu qiymat zanjiriga har bir davlat kirib o'zini o'rnini topishni maqsad qiladi. Biz ishlab chiqarayotgan strategiyaning ham asosiy maqsadi, bosh maqsadi shundan iboratki, dunyodagi yarim o'tkazgichlar va mikroelektronika sohasidagi qiymat zanjiriga O'zbekistonni kirish nuqtalarini aniqlash. O'sha kirish nuqtalariga qaratilgan qadamlarni belgilab berish va bu qadamlarni qaysi yo'nalishlarda olamiz va kimlar bilan hamkorlik qilamiz. Mana shu masalalar hammasini strategiya o'zining ichida qamrab oladi. Demak, strategiyada biz maqsad sifatida O'zbekistonni pozitsiyasini belgilab qo'yish bu sohada va dunyo bozori zanjiriga kirish. Oldin ham ta'kidlab o'tganmiz, chipni bitta davlat to'liq ishlab chiqara olmaydi. Bu bir qator davlatlarni o'zaro hamkorligi asosida ishlaniladi va bu bo'g'inda O'zbekiston ham qaysidir o'rinda turishni xohlayapti. Endi mana shu strategiya doirasida qaysi tashkilotlar pul ajratyapti yoki 100% O'zbekistonning o'zidan ajratiladimi 2026-2035 yildagi strategiyamiz? Strategiyani ishlab chiqish uchun biz bir qator xalqaro hamkorlik qilib kelayotgan tashkilotlarimiz bilan bog'langanmiz. Albatta ular o'zlarining yordamlarini taklif qilgan. Shulardan biri eng asosiy hamkorimiz Osiyo taraqqiyot banki. Aynan strategiyani ishlab chiqish bosqichiga Osiyo taraqqiyot banki 1.200.000 AQSh dollari miqdorida o'zining grant mablag'larini ajratgan. Bu mablag' hammasi aynan shu strategiyani ishlab chiqishga yo'naltiriladimi yoki qandaydir taqsimlanganmi? Sababi 1.200.000 oz pul emasda. Bu mablag' demak birinchi navbatda ikki bosqichda ajratilishi ko'zda tutilgan. Birinchi bosqichda biz strategiya ishlab chiqishga qo'yiladigan qadamlar, uni texnik topshiriqlarni tayyorlash uchun xalqaro konsultant yollanadi. Xalqaro va milliy konsultant yollanadi. Mana shu milliy konsultant va xalqaro konsultant uchun va undan keyingi qadamda asosiy strategiyaning o'zini hujjatini tayyorlaydigan muhim yetakchi firmalar, yetakchi konsalting firmalari, konsalting kompaniyalarini yollash uchun ishlatiladi. O'zingiz bilasiz, bu sohada juda ham mutaxassis kam. Aynan strategiya yozishga yordam bera oladigan mutaxassis yoki bo'lmasa yuridik konsalting kompaniyalar kam. Buni topishda o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun bizga xalqaro hamkorlarimizning yordami juda ham muhim. Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz. Endi mana shu strategiyaga mayli pul ajratilishi bu ishlab chiqish uchun. Hali bu yog'i katta masshtabdagi pullar. Mana o'sha tinglovchilarimiz balki ko'rgandir, o'sha ISML qurilmalarining o'zi donasi 200 million, 400 million dollar turadi. Bu 200 million dollar bitta qurilmani o'zi. Bizda butun masshtab ishlab chiqariladigan bo'lsa, milliardlab, 100 milliardlab pullar aylanadi. Xo'p, bu masalalar keyinchalik o'z o'rnini topadi. Endi strategiya ishlab chiqishni boshlashimiz uchun biz qaysi modeldan foydalanishimizni bilishimiz kerak. Hozirda masalan AQSh, Hindiston bu IC design bo'yicha, ya'ni loyihalash, mikrochiplarni loyihalash bo'yicha ishlaydi. Xo'p, Tayvan masalan, mana Xitoy, Koreya, Samsung kompaniyalari, TSMC'lar bular aynan ishlab chiqarish bosqichiga o'tgan liniyada. Niderlandda o'zingiz bilasiz, bu qurilmani, litografiya qurilmasini ishlab chiqish bo'yicha ishlaydi. O'zbekistonga aynan qaysi xorijiy davlatning modeli mosroq keladi? Biz qaysi liniya bo'yicha ketishni xohlayapmiz? Hali strategiya ishchi bosqichda, boshlang'ich etap. Biz qaysi davlatning modeliga yaqinroq ishdan boshlamoqchimiz? Siz hozir o'zingizni so'zingiz davomida bitta eng muhim nuqtani aytib o'tdingiz. Bu juda ham katta mablag' talab qiladigan soha. Demak, kelgusida katta mablag' sarflanadigan bo'lishini inobatga olib, xatolarni oldini olish uchun
biz o'zimizni yo'nalishimizni shu strategiya orqali to'g'ri belgilab olishimiz eng muhim joyi, eng muhim qismi. Shuning uchun ham biz xalqaro konsultantlarda shu sohani ekspertlari, mutaxassisi bo'lgan odamlarni o'zimizga jalb qilishni rejalashtirganmiz. Bu sohada albatta strategiya ishlab chiqish va unga kelishdan avval ham o'rganishlar o'tkazilgan. Xalqaro hamkorlar bilan, ekspertlar bilan o'zaro tahlillar amalga oshirilgan. Hozirgi kunda xalqaro ekspertlar fikriga ko'ra O'zbekiston uchun eng yaxshi yo'nalish, demak, kam xarajat qilib, kattaroq foydaga erishsa bo'ladigan, birinchi navbatda ekotizimni yaratishga xizmat qiladigan, o'zimizda kerakli mutaxassislarni, kadrlarni tayyorlashga qaratilgan yo'nalishlar belgilab olish. Bu sohada har xil, demak, qiymat zanjiriga kirishdagi yo'nalishlari bor. Ba'zilari 100 million, 200 million AQSh dollaridan 30-40 milliard AQSh dollarigacha mablag' talab qiladi. Lekin biz kabi davlatlar uchun xalqaro ekspertlarning maslahati, tavsiyalariga asosan ularning tajribalaridan kelib chiqib, IC dizayn, ya'ni integratsiya sxemalari loyihalash yo'nalishi, qadoqlash, sinov o'tkazish, OSAT yo'nalishlari ma'qulroq yo'nalishlar deb tavsiya berilgan. Tushunarli, bu to'g'ri yo'nalish, to'g'ri pozitsiya tanlash. Birdaniga biz ishlab chiqarishga, zavod qurish masalasini ochiqdan oydin ko'ra olmaymiz. Bu katta masshtab bo'ladi. Demak, men tushunishim bo'yicha O'zbekistonda hozir kadr masalasi birinchi o'rinda turibdi. Undan keyin IC dizayn, loyihalash masalasi, keyin qadoqlash, test masalalari. Demak, bizda birinchi yo'nalish sifatida ko'rib chiqilyapti. Xo'p, endi hozirning o'zida O'zbekistonda mana nima ishlar boshlandi? Nima ishlar qilinyapti? Bu bo'lim nima uchun kerak edi o'zi? Biz bilamiz, universitetlar bor, bu bo'yicha ilmiy markazlar bor, institutlar bor. Bo'limning vazifasi nima va nima ishlar amalga oshirilyapti? Siz savolingizga javob berish uchun biroz oldinroqqa qaytsam, 2025-yil fevral oyida davlatimiz rahbarini Malayziya davlatiga tashriflar amalga oshirilgan. Ushbu tashrif davomida oliy darajali kelishuvlarga erishilgan va bu kelishuvlar ichida O'zbekiston va Malayziya o'rtasida mikroelektronika va yarim o'tkazgichlar sohasida hamkorlik ham kelishilgan. Bu sohada bitta nuqtani aytib o'tay, quvontiradigan bir tomoni borki, O'zbekiston uchun bu soha tamomila yangilik emas. Ya'ni bu sohada bizda ishlab chiqarish bo'lgan, bor shu kunda ham ilmiy tadqiqot institutlarimiz bor, jumladan Fanlar akademiyasi oshdagi Fizika texnika instituti, Ion plazma instituti, yarim o'tkazgichlar fizikasi instituti va oliy o'quv yurtlarimizda, masalan, jumladan Toshkent davlat texnika universiteti, axborot texnologiya universiteti va xuddi shunday viloyatlardagi oliy o'quv yurtlarimizda ham soha kadrlar tayyorlab kelinmoqda. Faqatgina endigi maqsad bularni zamonaviy, jahon talablariga javob bera oladigan ilg'or texnologiyalarga qaratilgan yo'nalishlarga, bosqichlarga olib chiqish. Shu o'rinda ham kadrlar tayyorlash tizimini, ham ishlab chiqarish, hamda xalqaro hamkorlar bilan mablag' masalalari, moliyalashtirish masalalari hal qilish kun tartibiga bu masalalar yuzaga chiqadi. O'z navbatda bizi bo'lim tashkil etilishdan maqsad hukumat darajasida tashkilotlar, kerakli davlat idoralari, shu jumladan xususiy sektor vakillari, talabalar, kadrlarni faoliyatini muvofiqlashtirish uchun biz hozirgi kunda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O'zeltex sanoat uyushmasi, oliy o'quv yurtlari, ilmiy tadqiqot institutlari, Fanlar akademiyasi bular bilan juda bir mustahkam aloqalarni olib boryapmiz. Mana shu aloqalar muvofiqlashtirib, vazirlik tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirgan holda strategiyani ishlab chiqishgacha qadamlarni bosib boramiz. Demak, tushunishimiz bo'yicha markaz vazifasi muvofiq. Demak, sizni
demak tushunishimiz bo'yicha sizni bo'limingiz muvofiqlashtirish ishlarini amalga oshiradi va moliyaviy tomoni bo'yicha shug'ullanadi. Hozir bir qator tashkilotlarni aytib o'tdingiz, hammasi muhim bu strategiya bo'yicha va bizada aynan foton ishlab chiqarish birlashmasi bor. U yerda ham qisman ishlab chiqarish jarayonlari bo'ladi. Undan tashqari bizada institutlar bor. Institutlarda baribir ilmiy tadqiqotlar ketyapti. Masalan, biz ham o'zimiz ham Toshkent davlat texnika universitetida aynan yarim o'tkazish raso va integral sxemalar ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha mavzularimiz bor. Magistrlar tayyorlanadi bu bo'yicha. Undan tashqari oldinlar bizda texnik kremniy ishlab chiqarilgan. Ya'ni biz noldan boshlamaymiz. Bizda bu bo'yicha baza bor, laboratoriyalar bor, kadrlar boshlanish etapida bor. Lekin uni endi xalqaro standartlarga olib chiqish bo'yicha ishlar ketyapti hozirgi paytda. Xo'p, endi xalqaro konsultant taklif etiladi deyildi. Xalqaro konsultantlar nima asosda taklif etiladi va ularning bizga qo'shadigan ulushi tushunarli, bizni rivojlantiradi. Lekin biz qayerlardan xalqaro konsultantlarni taklif qilyapmiz? Shu o'rinda bizni hamkorlarimizni bizga berayotgan qo'llab-quvvatlovlarini alohida e'tirof etib o'tgan bo'lardim. Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda biz xalqaro konsultantlar uchun tanlov e'lon qildik. Va quvonarli tarafi bu tanlovimizga juda katta qiziqish bo'ldi. Xalqaro konsultant nomzodlariga 15 dan ortiq davlat vakillari, shu jumladan Hindiston, Malayziya, Filippin, AQSh, Kanada, Polsha va Tayvan kabi davlatlardan mutaxassislar qiziqish bildirdi. Bu mutaxassislar birinchi kelib qiladigan vazifasi O'zbekistondagi mavjud holatni o'rganib, baholash, o'tkazib berish va undan keyin strategiyani ishlab chiqish uchun kerakli texnik topshiriqlar tayyorlash va keyingi bosqichda amalga oshiriladigan ish strategiyani ishlab chiqish. Ana unda iqtisodiyotimizning har bir tarmoqlarini qamrab oladigan, O'zbekistonni jahon qiymat zanjiriga olib kirish nuqtalarini, imkoniyatlarini aniqlab beradigan, bu o'rinda faqatgina strategiyani o'zini ishlab chiqishda o'zi yetarli emas. Uni ertadan keyingi kunda implementatsiya, amalga oshirishda bo'ladigan hamkorlik jarayonlari, moliyalashtirish masalalari, moliyalashtirish modellarini o'z ichiga oladigan strategiyani ishlab chiqadi. Mana bunda biz hamkorlarimiz o'zlarining ekspert maslahatlari, ekspert tajribalari bilan ishtirok etadi. Va shu jumladan bu konsultantlarimiz malaka oshirishda, davlat idoralari xodimlarini malaka oshirishda ham o'zlari hissalarni qo'shadi. Malaka oshirishlar tashkil etiladi. Seminarlar tashkil etilgani singari. Xo'p, hozirgi paytda mana qilingan ishlardan bittasi Janubiy Koreya bilan ham ishlar boshlandi. Ya'ni umuman xalqaro sheriklik haqida gaplashsak. Yarim o'tkazishlar sohasi 1 so'm 2 so'mlik narsa emas. Bu katta masshtabli narsa va soha va birdaniga amalga oshirib bo'lmaydi va urushga yolg'iz kirib bo'lmaydi. Aytganda, bizga xalqaro hamkorlar kerak. Bu tomonda qo'shnilarimiz bor, okean ortidagi davlatlar bor, sharqiy tomondagi davlatlar bor. Aynan hozirgi paytda O'zbekiston qaysi davlatlar bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yapti shu sohani rivojlantirish uchun? Biroz oldin avval aytib o'tganimdek, birinchi navbatda biz Malayziya davlati bilan hamkorlik yo'lga qo'yganmiz. Malayziyada Mimis Berhad tashkiloti ushbu sohaga mas'ul davlat idorasi hisoblanadi. Malayziyaning Mimis Berhad tashkiloti hamda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi va O'zeltexsanoat uyushmasi orasida anglashuv memorandumi imzolangan. Bu anglashuv memorandumiga asosan texnologiyalar transferi, kadrlarni tayyorlash, O'zbekiston mutaxassislarini Malayziyadagi o'quv yurtlarida, ishlab chiqarish joylarida o'qitish va tayyorlash, shu jumladan qo'shma loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Bilishim bo'yicha shu bo'yicha alohida fakultet, markazlar tashkil etirish masalasi ham ko'rib chiqildi Malayziya bilan hamkorlikda. Demak, biz Malayziya bilan kadr masalasida ishlamoqchimiz, ishlab chiqarishni bevosita shu bo'yicha liniyalarni amalga oshirmoqchimiz. Xo'p, yaqinda Hindistonga borib keldingiz. Faqat Malayziya bilan ishlamayapmiz-ku. Hindistonga borib keldingiz, safarlarda bo'ldingiz. Hindiston bizga
qanday yordam bermoqchi va biz nima yutuqlarga erishyapmiz bu bilan? Savolingiz uchun rahmat. Hindiston safari juda ham samarali bo'ldi. Hindistonga bo'lgan safar davomida O'zbekistondan borgan delegatsiyamiz rahbarligida biz juda ko'p uchrashuvlar, kelishuvlarga erishdik, uchrashuvlar o'tkazdik, kelishuvlarga erishdik. Shu jumladan Hindiston hukumat organlari, turli yarim o'tkazgichlar sohasidagi va sun'iy intellekt sohasidagi turli tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari va tadqiqot markazlari bilan kelishuvlarga erishdik. Jumladan Hindiston davlatining elektronika va axborot texnologiyalari vazirligida vazir o'rinbosari va Hindiston yarim o'tkazgichlar agentligi rahbari bilan bo'lgan uchrashuv davomida o'zaro ikki tomonlama malaka almashish, o'zbekistonlik mutaxassislarni tayyorlash, Hindiston davlatini tajribasini o'rganish, rahbar kadrlarda ushbu sohadagi bilimlarni oshirish uchun kurslarni tashkil etish, Hindiston oliy o'quv yurtlarini O'zbekistondagi fakulteti yoki bo'lmasa qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish kabi kelishuvlarga erishildi. Bunga qo'shimcha ravishda Hindiston Milliy elektronika va axborot texnologiyalar instituti bilan o'zbekistonlik mutaxassislarni IC dizayn yo'nalishida o'qitishga kelishildi. Juda muhim narsa. Kadrlar bo'yicha keyinroq alohida gaplashamiz bu sohadagi kadrlar bo'yicha. Demak, biz Hindiston bilan ham ishlarni boshladik. Bu yerda ham demak ikkita pozitsiya ushlanyapti: kadr tayyorlash va IC dizayn bular bilan. Malayziya bilan ham aynan malaka oshirish kadrlar va ishlab chiqarishga yo'nalayotgan bo'lsak, bu yerda endi biz IC dizaynga o'tyapmiz. Yana qaysi davlatlar? Men yaqinda bilaman, Koreya, Janubiy Koreyadan kelib seminar o'tib ketildi. Bir haftalik seminar bo'ldi. Men ham qatnashdim seminarda. Janubiy Koreya bilan nima ishlar amalga oshirilyapti? Bundan 1 yil, 2 yil oldin Samsung kompaniyasidan kelib bitta chip ishlab chiqarish bo'yicha ishlar bir boshlanib to'xtagandi. Janubiy Koreya bilan ta'kidlab o'tganingizdagi Metaontek kompaniyasi hamda Songsil va Hoseo universitetlari professorlari ishtirokida O'zbekistonda boshqaruv xodimlarini yarim o'tkazgichlar va mikroelektron sohasidagi bilimlarni oshirishga qaratilgan seminar tashkil etildi. Aytib o'tishim joizki, bu Hoseo va Songsil universitetlari professorlari bular har biri ishlab chiqarishda Samsung, SK Hynix va boshqa yarim o'tkazgichlarga taalluqli korxona tashkilotlarida uzoq muddatli, uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan professor xodimlar hisoblanadi. Ular ba'zilari Samsung Electronics'da, Samsungda 25 yil, 30 yillik tajribaga ega va bu sohaning haqiqiy mutaxassislari, olimlari hisoblanadi. Ular bizga eng asosiy boshlang'ich bilimlarni, boshlang'ich tasavvurlarni berdilar. Bu juda ham manfaatli seminar bo'ldi deb hisoblayman. Sababi shu o'zingiz qatnashganingizdek, o'zingiz ko'rganingizdek, bu sohaga aloqador bo'lmagan boshqaruv xodimlarining ham umumiy tushunchasi shakllandi. Qiymat zanjiri to'g'risida, qiymat zanjirining qanchalik muhimligi, sohani o'zini qanchalik muhimligi va O'zbekistonda bu sohaga kirish imkoniyatlarini baholashga ularda tushuncha shakllandi. Va bu tushunchalar hammasi kelgusida strategiyani ishlab chiqish va uni amalga oshirishda bo'lgan qadamlarda juda asqotadi deb hisoblayman. Albatta, O'zbekistonga boshqa qo'shni davlatlarning qiziqayotgani juda ham muhim. Ayniqsa ilg'or rivojlangan davlatlarni bu sohada bizaga qiziqayotgani bu bizani demak qandaydir bir salohiyatimizni ular baholashayotganligini bildiradi. Albatta biz ham quruq qarab turmasdan qaysidir soha bo'yicha o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Endi mana shu joyda yana bitta masalaga qaytsak. Xo'p, xorijiy hamkorlar bilan ishlaganimiz yaxshi. Endi ichki infratuzilma, ya'ni ekotizim. Hozir mana ekotizim shakllantirish haqida gap ketyapti. Sabab ekotizim shakllanmasa odam yangilikdan qo'rqadi. Yangi narsadan hadiksiraydi. Bilmaydi, masalan, quyosh panellari sohasi ham oldindan ilmiy tadqiqotlar qilib kelingan, lekin aynan qaror chiqib bu proses jadal rivojlangani realizatsiya bo'lganidan keyin odamlarda ekotizim shakllandi-da, fikr shakllandi. Aynan O'zbekistonda ham deylik biz xorijiy hamkorlar bilan ishni boshladik. Osiyo taraqqiyot bankidan pul ajratildi, strategiya ishlab chiqildi. Bu strategiya qog'ozda ham qolib ketishi mumkin-da.
aynan uni keyingi harakati, qadamlari qanday ko'ryapsiz siz? Buni qanday biz strategiyani qog'ozga olib ketmasdan amaliyotga joriy etilayotganligini baholab borishimiz mumkin. Zoirjon, siz hozir eng muhim, eng to'g'ri bir nuqtasini aytdingiz. Strategiyani amaliyotga joriy etish. Bu eng muhimi. Xorijiy hamkorlar bilan ishlaymiz albatta. Bu ish hech qachon to'xtamaydi, u doimiy davom ettiriladi. Lekin O'zbekistondagi ekotizimni yaratish biz uchun eng muhimi. Bu uchun albatta ilm-fanni rivojlantirishga qaratishimiz kerak e'tiborimizni. Yoshlarni, kelajakdagi mana yosh avlodni shu sohaga taalluqli fanlarga o'qitish, ushbu sohadagi yangi yutuqlar, yangi ishlanmalar bilan tanishtirish, ilmiy tadqiqot sohasini rivojlantirish, mana bular eng asosiy birlamchi vazifalarimiz bo'lishi kerak. Yana bir quvonarli shu sohadagi o'rganishlarimiz, ishlarimiz davomida yana bir ba'zi duch kelgan joylarimiz borki, quvontiradi o'ziga yarasha. Yana shu jumlani ta'kidlab o'tishni ham xohlardimki, biz Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Millatlararo va vatandoshlar ishlari bo'yicha qo'mita, vatandoshlar jamoat fondi hamda yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlik qilib kelyapmiz. Ular bilan birgalikda mana shu xalqaro konsultantlari izlash davrida biz milliy konsultantlarni ham izladik. Milliy konsultantlarni izlash davrida ko'rdikki, ushbu sohaga aloqador eng yuqori texnologiyali kompaniyalarda, jumladan Intelda, ASMLda, Tayvandagi ba'zi bir korxonalarda va Janubiy Koreya davlatidagi Samsung Electronics va boshqa sohaga taalluqli kompaniyalarda ishlayotgan o'zbek farzandlari bor. Hozir aytib o'tgan tashkilotlarim bilan mana shu mutaxassislarni bir joyga jamlash, ularni strategiya va kelgusida strategiyani amalga oshirish jarayonlaridagi fikrlari, ularning ishtiroklari, imkoniyatlarini ko'rib chiqish va o'zlari ishlayotgan korxonalar, o'zlari ishlayotgan kompaniyalarni O'zbekistonga olib kelish investitsiya nuqtai nazaridan bo'ladimi, tajriba almashish nuqtai nazaridan bo'ladimi, yoki bo'lmasa bir tadqiqot markazlari nuqtai nazaridan bo'ladimi, mana bu imkoniyatlar ko'rib chiqish masalalarini ham o'rganyapmiz va shu fursatdan foydalanib aytardimki, bizni ko'rib, eshitib turgan, ayniqsa sizni auditoriyangizdagi soha mutaxassislari juda ham keng, shu sohaga taalluqli, shu soha atrofida, shu soha ichida ishlayotgan, ya'ni yarim o'tkazgichlar va mikroelektronika sohasida ishlayotgan xorijdagi hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz ushbu jarayonga o'z hissalarini qo'shishga chaqirib qolamiz. Bu davlatimizni rivojlanishi, davlatimizni kelajagi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq va har qanday hamkorlikka biz ochiqmiz. Juda muhim nuqtani aytdingiz. Men juda xursand bo'ldim. Aynan biz chip texnologiyalar bo'yicha videolar qilganimizda ham izohlarda xorijlik hamyurtlarimiz yozishdi bizga. Men u yoqdan kuzatyapman, bu yoqdan kuzatyapman, xorijiy davlatlardan kuzatayotganligini, Amerikadan kuzatayotganlar bor ekan, Filadelfiyadan kuzatayotganlar bor ekan, keyin Janubiy Koreyadan kuzatayotganlar ham bor ekan bizni. Biz juda xursand bo'ldik. Albatta, shu o'rinda o'sha murojaatning davomi sifatida xorijda shu sohada ishlayotgan, shu sohaga yaqin bo'lgan yurtdoshlarimiz sizda O'zbekistonda aynan yarim o'tkazgichlar sohasini rivojlantirish bo'yicha qanday takliflaringiz bor? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Bularni ham kontakt nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bog'laning. Hammamiz bitta davlatdamiz. Davlatimiz rivojlansa, hammamiz uchun foyda bo'ladi. Faqat bilimimizni ulashishimiz kerak. Xo'p, endi xorijiy kadrlardan tashqari milliy kadrlar masalasi. Bu sohani rivojlantirish masalasida parallel men bilaman, siz O'zbekistondagi ichki tizimni ham o'rganib chiqildi. Hozirda bizada strategik nuqtalar sifatida qaysi bo'g'inlar olinyapti yoki qaysi markazlar, qaysi institutlar olinyapti? Bu sohani rivojlantirishda davlatning asosiy bo'g'ini bo'ladigan sifat. Strategiyani ishlab chiqish jarayonida oliy ta'lim, aynan kadrlar tayyorlash yo'nalishida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tizimiga kiruvchi ilmiy tadqiqot markazlari, institutlari alohida va undan tashqari oliy ta'lim muassasalari, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent Turin politexnika universiteti,
Toshkentdagi Inha universiteti, Amiti universiteti va viloyatlarimizda joylashgan texnika, politexnika institutlari, universitetlari, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarining filiallari, bularning hammasini rivojlantirish, ilmiy bazasini rivojlantirish, kadrlar bazasini, tadqiqot bazasini rivojlantirish nazarda tutilmoqda. Chunki bular hammasi birgalikda kelib, ular hammasi masalan birgalikda bitta ish qilish shart emas. Ularni o'zlarini mutaxassis bo'lgan, o'zlarida ko'proq muvaffaqiyatga erishishi mumkin bo'lgan nuqtalarni aniqlashimiz zarur va shu nuqtalarni rivojlantirishga e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Shunda biz tezroq muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin va har tomonlama kompleks yondashishga harakat qilamiz bu mavzuga. Kompleks yondashsakkina biz rivojlantirib borishimiz mumkin. Yana bu borada o'zimni bir fikrim bor edi. Oliy o'quv yurtlarini rivojlantirishga e'tibor qaratishimiz shart. Bu bor gap. Lekin oliy o'quv yurtgacha bo'lgan qism, oliy o'quv yurtgacha bo'lgan bosqichga ham katta e'tibor berishimiz kerak. Ya'niki maktablarimizdan boshlab shu boshlang'ich ta'lim, umumiy o'rta ta'limdagi aniq fanlar, yarim o'tkazgichlar, mikroelektronika sohasiga olib keluvchi fanlarga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Sababi bu yaqin 10 yillikda kelajagida o'zini mevasini bizga berib ko'rsatadigan qadamlar, choralar bo'ladi bular. Albatta to'g'ri aytdingiz. Shu o'rinda yoshlarimizga murojaat. Maktabda matematika, fizika fanlarini va informatika, mana shu 3 ta fanni juda yaxshi, mukammal o'rganing. Bu siz uchun juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Qolgani o'shaning atrofida shakllanaveradi va oliy ta'limga o'qishga topshirganda ham kelajagi bor yo'nalishlardan tanlang. Aynan bizada o'sha texnika yo'nalishlari, elektronika, mikroelektronika yo'nalishlari aynan aktual yo'nalishlar bo'lib qoladi baribir ham. Xo'p, endi bu jarayonda hamma markazdan tashkil etish, universitetlarning o'zida imkoniyatlardan kelib chiqib shakllantirish tushunarli. Chet elga kadrlar yuborish masalasi haqida ham ozroq gaplashsak. Men xabarim bor, aynan o'sha Malayziya Mimus Berhad bilan hamkorlikda ishlar boshlangan. 2025-yilda boshlandi. 300 ta kadr saralab olindi. Hozir undan 50 ta qolgan. Bu qanday maqsadda qilinyapti, qanday saralab olinyapti va endi nima bo'ladi? Ushbu muhim jihat bu ham. Demak, Malayziya bilan malayziyalik hamkorimiz Mimus Berhad tashkiloti bilan amalga oshirayotgan ishimiz yana bir yo'nalishi o'zbekistonlik mutaxassislarni IC dizayn yo'nalishida va OSAT yo'nalishida tayyorlashga qaratilgan. Siz aytib o'tganingizdek, O'zbekiston respublika miqyosida 300 dan ortiq kadrlar saralab olindi. Bular ichida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari, doktorantlari, magistrantlari bor. Ilmiy tadqiqot institutlari izlanuvchilari, ilmiy xodimlari mavjud. Shu jumladan ishlab chiqarishdan, amaliyotdan tanlangan ekspert xodimlar mavjud, nomzodlar mavjud. Bu nomzodlardan 50 nafari tanlab olingan, saralab olingan. Malayziyani mana shu mart-aprel oylarida Malayziyani Mimus Berhad tashkiloti bilan birgalikda Toshkentda Turin Politexnika universiteti bazasida bir haftalik IC dizayn integratsiya sxemalar loyihalashtirish bo'yicha kurs tashkil etiladi. Bu kursda malayziyalik mutaxassislar o'zlarining bilimlarini, tajribalarini hamda IDEA Tools dasturiy ta'minot bo'yicha ishlash ko'nikmalarini ko'rsatadilar va kursni muvaffaqiyatli tamomlagan 20 nafar bitiruvchi, 20 nafar nomzod, bular birinchi bosqich sifatida Malayziyaga uzoq muddatlik tayyorlov jarayoniga yuboriladi. Malayziyaga tayyorlov jarayoniga yuborilish ko'zda tutilgan. Unda o'qitish, shu tizimdagi aynan dizayn bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarda amaliyot o'tash, o'zini qo'li bilan shu programmalar, dasturlarda ishlab IC dizayn loyihalarini amalga oshirishni qilishi, bajarishi ko'zda tutilgan. Bu faqatgina boshlang'ich bosqichi va bu xudo xolasa bu bosqichlar davom ettiriladi.
Bundan tashqari OSAT yo'nalishida, ya'ni kim yarim o'tkazgichlarni yig'ish, qadoqlash va sinovdan o'tkazish yo'nalishida ham Malayziyaning tajribasi juda katta. Malayziyadagi ishlab chiqarish korxonalariga, ishlab chiqarish kompaniyalariga o'zbekistonlik mutaxassislarni yana shu malaka oshirish, o'qitishga yuborish rejalashtirilgan va bu maqsadlar uchun moliyalashtirish El-yurt umidi jamg'armasi manbalari hisobidan ko'zda tutilgan. Juda to'liq batafsil aytdingiz. Men hozirroq boshqacharoq formatda ham gapiray, ya'ni qayerdan birdan 300 ta odam olindi, 50 ta odam olindi, eshitmadik deydiganlar bo'lishi mumkin. Bu e'lon qilindi, oliy ta'lim muassasalari, shu sohadagi tadqiqot markazlariga hammasiga e'lon qilindi va bu yerda talablar bor edi. Shu sohaga taalluqli mutaxassis bo'lishi kerak va ingliz tilini bilishi kerak degan talablar bor edi. Ular yig'ilib jamlab olindi 300 tadan keyin men o'zim ham o'sha yerga o'zim nomzodimni qo'yganman, baribir qiziqdi menga ham. Undan keyin nima bo'ldi? U yerdan bizada test bo'ldi. Aynan mutaxassislik bo'yicha, aynan o'sha elektronika, yarim o'tkazgichlar, integral sxemalar bo'yicha testlar tashkil etildi va testlardan keyin ingliz tili bo'yicha suhbatlar bo'ldi va o'shandan yakuniy 50 ta odam saralab olindi. Va endi bu yerga o'qish tashkil etiladigan bo'lsa, bir haftalik bu zo'r bo'ladi, albatta ajoyib bo'ladi. Sababi xalqaro tajriba baribir bizga muhim. Biz bu yerda qancha o'rganganimiz bilan xalqaro tajriba bir boshqacha narsada, boshqacha darajada edi-ku. Undan yana boriladigan bo'lsa, u yoqqa 20 ta odam borilsa, bu bizada, ya'ni boshlang'ich jadidlar davrida eslasangiz o'sha Germaniyaga yuborilgan. Yangi energetika sohasi, boshqa sohalar bo'yicha borib, bu yerda chet elda o'rganib, kelib O'zbekistonni rivojlantirish boshlagan. Endi u payt boshqacha bo'lgan, lekin bizada hozir ko'z tegmasin, yurtimiz tinch, kelajagimiz porloq va o'sha kadrlar kelsa 20 ta kadr bu butun bir boshqa sohani boshlang'ich fundamentiga yetadi. Butun sohani boshlanishiga. Bu IC dizayn, yana OSAT ishlab chiqarishni o'sha qadoqlash, testlash sohalari bo'yicha ham bo'layotgani bu alohida nima deydi? Ta'riflab o'tish kerak bu narsani. Albatta. Endi Hindiston bilan boya aytayotganingiz, o'shani ham bir ta'kidlab o'tsangiz, nima bo'lyapti u yerda kadr masalasida? Hindiston bilan erishgan kelishuvimizni quvonarli taraf shundaki, Hindiston tarafi boshlang'ich 100 ta o'zbekistonlik nomzodga bepul o'qitishni tashkil etib berishni taklif qilgan va shunga kelishdik biz. 100 ta odamni bepul. 100 ta odamni boshlang'ich birinchi bosqich sifatida bepul o'qitish tashkil qilinadi. Malayziyadan keladiganlar tekinga kelmaydi. Bu anchagina katta summa bo'ladi. Hindiston tekinga 100 ta odamni o'qitib bermoqchi. Qachon boshlanadi, qanday bo'ladi, shuni ayting. Hozir biz birinchi navbatda buni ta'lim dasturini kelishib olishimiz kerak. Albatta bu sohani mutaxassislari bilan Oliy ta'lim vazirligi va O'zbek sanoat uyushmasi mutaxassislari, shu jumladan professor o'qituvchilar jamoasi bilan birgalikda aynan o'qitadigan yo'nalishimiz va unga nomzodlarni saralab olishimiz kerak. Birinchi navbatda bu albatta qanchalik tez amalga oshirishimiz o'zimizga ham muhim. Biz harakat qilamiz 2026-yilning birinchi yarmida bu ta'lim dasturlarini o'zaro kelishib olishga. Agar kelishib olsak, bu onlayn platformada amalga oshiriladi. Bu tashabbusni amalga oshirish kirishsak bo'ladi. O'qish onlayn formatda bo'ladi. O'zbekistonda turib onlayn platformada o'qishadi. Albatta birinchi bu onlayn formatni ko'ramiz va o'zaro ishimiz to'xtab qolmaydi bu bilan. Biz shu jumladan oldingi nimalarimizni aytib o'tganimizdek takliflarga ochiqmiz. Agar yana qandaydir takliflar bo'ladigan bo'lsa, yana qandaydir hamkorlikni kengaytirish sharoitlari, imkoniyatlari bo'lsa, biz uni doim ko'rib chiqamiz va yana qo'shimcha boshqa davlatlar bilan hamkorlikni nazarda tutib ketyapmiz. Birinchi hozirda Hindiston bilan amalga oshirishni boshlaydigan joyimiz mana bu nuqtadan boshlanadi. Juda ham muhim, menimcha ancha yoshlarimiz uchun foydali narsalar bo'ldi. Bu hamma uchun qiziq. Bu sohada biz real nima ishlarni qilyapmiz degan masala. Endi o'sha real yo'l xaritasi masalasiga o'tsak, hamma rasmiyatchilik qo'yib, biz real nimalarga erisha olamiz degan savolga hozircha javob izlab ko'raylik. Yil oxirida yana izlaymiz. Ya'ni shu strategiya real natija berayotganligini biz qanday bilishimiz mumkin va siz o'zingiz kelajakda bu strategiyadan yoki bu sohadan nimalarni kutyapsiz?
Ya'ni davlat xizmatchisi sifatida emas, o'zingiz shu sohadagi jon kuydirayotgan inson sifatida. Birinchi navbatda bu savolingizga iqtisodchi, moliyachi nuqtai nazaridan javob bersam, albatta strategiyani amalga oshirayotganimizni natijalari sifatida kirib keladigan mablag'lar, ushbu sohaga kirib keladigan investitsiyalar, to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar, davlat xususiy sherikchilik loyihalari, kirib keladigan xorijiy investitsiyalar va bizda qo'shimcha yaratiladigan ish o'rinlari, mana bular mani o'zimni nazdimda birinchi navbatdagi natijalar deb ko'raman. Chunki biz uchun muhim bo'ladi, boshqa xorij davlatlar tajribasidan ham ko'rsak bo'ladi. Shu davlatlarga jahon bozoridagi global o'yinchilardan, global igrok deyiladi. Eng muhimlardan biri yoki ikkitasini jalb qilib olib kirish sohaga juda katta driver sohaga juda katta driver ta'sirini beradi. Mana bu birinchi navbatdagi natijalar, birinchi navbatdagi meni o'zimni kutilmalarim. Shu sohaga jon kuydirayotgan, shu sohani olib borayotgan mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, yoshlarimizni, talabalarni bu sohaga qiziqib, shu sohaga kirib, yarim o'tkazgichlar, mikroelektronika sohasida xoh uni ishlab chiqarish darajasida bo'lsin, xoh uni ilmiy tadqiqotida bo'lsin, yoki bo'lmasa xom ashyo zanjirida bo'lsin, yoki bo'lmasa IC dizayn jarayonida bo'lsin, shu sohaga qiziqib qatnashayotganlarning sonini oshishi strategiyamizni amalga oshirayotganligini boshlang'ich natijalar deb hisoblayman. Albatta, juda siz o'zingiz fikringizni ham eshitsam menga qiziq bo'lardi. Xo'p. Strategiyaning yechimi sifatida, ya'ni natijasi sifatida qanday ko'rish mumkin? Men 2030-yilda agar O'zbekistonda chip ishlab chiqarish bo'yicha hech bo'lmaganda qandaydir bir ekotizim shakllanganligini tasavvur qila olsam, demak bu strategiya natija beryapti deb hisoblayman. Ishlab chiqarish emas, shunchaki ekotizim, ya'ni deylik hozir avtomobil ishlab chiqarish, GM bor, bu yoqda filiallar bor, sotilish jarayoni bor, O'zbekistonga qanday kirib kelishi, undan qanday foydalanish bo'yicha hamma normativlar yozilgan. Quyosh fotoelektrik stansiyasi o'zim sohamdan keladigan bo'lsam, unda ham xuddi shunday, qayerdan kelishi bor, qayerda ishlanishi bor. Ya'ni bu yerda hamma narsa уже tushunarli, odamlarni miyasi shakllangan bu bo'yicha va kadrlar shakllangan. Mana shu proses bu sohada ham qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida o'lik soha deylik, shu soha ham jonlanganligini his qilishimizning o'zi bizaga bu natija berayotganligini bildiradi. Bu boshlang'ich etap sifatida albatta. Xo'p, mana shu joyda yana bitta muhim jihat bor. Bu sohani rivojlantirishni xohlayapmiz. Davlat driver bo'ladi. Lekin faqat davlatga hamma narsani yuklab qo'yish qanchalik to'g'ri? Ya'ni bu sohada, strategiyada mahalliy xususiy sektorlar yoki xorijiy xususiy sektorlarni kiritish masalasi ko'rib chiqilyaptimi? Sababi pulda biz chetdan pul olishimiz mumkin, yordam sifatida, bu sohani rivojlantirish sifatida. Endi ularni kiritish orqali ishni jonlantirish yoki ichki sektorimizda ham puli bor odamlarimiz bor, chet elda yurganlar bor. Ular O'zbekistonga kelib, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchi. Dizaynni yo'lga qo'ymoqchi yoki deylik Janubiy Koreya Samsung to'g'ridan to'g'ri kelib O'zbekistonda nimadir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish reja qilyapti. Bu bo'yicha davlatning pozitsiyasi qanday? Bizni ish boshlaganimizda bu jarayonlar boshlanishdagi xalqaro hamkorlarimizni o'zaro tavsiyalariga asosan sohani rivojlantirish government led, ya'ni hukumat boshchiligida bo'lishi kerak. Shu sababdan ham bizning bo'lim tashkil etilgan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tarkibida. Sohani muvofiqlashtirib borish, rivojlanishni muvofiqlashtirish borish uchun. Bu sohani boshlang'ich etapda, boshlang'ich bosqichlarda aytganimizdek hukumat boshchiligida rivojlanishi boshlab berilgandan keyin albatta sohaga xususiy investitsiyalar, xorijiy kapital kirib kelishi bu o'ta muhim. Albatta bunda davlat xususiy sheriklik loyihalari amalga oshiriladi. Buni strategiyani ishlab chiqish jarayonida qaysi yo'nalishlarda qanaqa imtiyozlar beriladi, davlat tomonidan beriladigan shart-sharoitlar qanday bo'ladi,
qanday government incentives deydi, beriladigan imtiyozlarni nima natijalarga, ya'ni qaysi KPI natijalarga qarab baholanadi. Mana bu narsalar barchasi strategiyada ko'zda tutib ketiladi. Shuning uchun bu strategiya ishlab chiqish jarayonida barcha vazirlik, manfaatdor vazirlik idoralar barchalari qatnashadi. Demak, Bu kirib uzr, yana sizni gapingiz bo'ldim mana. Kirib keladigan investorlarni, kirib keladigan kompaniyalarni maksimal darajada rag'batlantiriladi. Chunki ularni tajribasi va ularni know-how, ularni bilimi, ularni texnologiyasi bilan kirib kelishi biz uchun o'ta muhim hisoblanadi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana o'sha yashil energetikani rivojlantirish ham xuddi shunday bo'ldi-da. Mazdar, Aquapower xususiy kompaniyalarga joy berildi, imtiyozli tarzda va ulardan elektr energiya sotib olish orqali O'zbekistonning energiyaga bo'lgan talabi rivojlantirildi, shakllantirildi va qondirildi. Va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham bir qator imtiyozlar berilgan hozirgacha. Va shu sohada Xitoydan masalan mahsulotlar olib kelib rivojlanaman degan kompaniyalarga yoki ishchilarga imtiyozlar berilgan. Bu shu sohani keskin rivojlanishiga olib kelyapti. Albatta bunda davlat boshqaruvi bo'lishi kerak va endi yarim o'tkazishlar sohasi bo'yicha ham ishlash xohlaydiganlarga imtiyozlar berilishi ko'zda tutilayotgani juda ham muhim. Nasib qilsa, umid qilamanki, yil oxiriga strategiya tayyorlanib tasdiqlanadigan bo'lsa, u haqida alohida bir gaplashamiz. Tayyor strategiya haqida. Endi mana shu joyda ko'pchilik savol beradi. O'sha videolarimiz ostida ham shuncha bilimli ekansan, nimaga chip ishlab chiqarmaysan? Nimaga tranzistor ishlab chiqarmaysan? O'zbekistonda bu narsa umuman foydasiz degan gaplarni ham beradi. Ya'ni ochiq savol. O'zbekiston qachon o'zining chipini ishlab chiqaradi? Endi bunga men o'zimni fikrimni bildirsam, O'zbekiston o'zining chipini qachon ishlab chiqaradi? Balki 10 yildan keyin, balki 100 yildan keyin. Bu albatta harakatlarimizga bog'liq natija beradi. Bu savolni tagida boshqa narsani bilib olishimiz kerak. Farqlarni bilib olishimiz kerak. Chipni loyihalash bu alohida narsa. Chipni ishlab chiqariladigan kremniyni ishlab chiqarishning o'zi bu alohida narsa. Undagi fotolitografiya prosesini yo'lga qo'yish bu alohida narsa. Umuman chip ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish alohida va to'liq chip fab, ya'ni umumiy zanjirni yo'lga qo'yish bu alohida narsa. Va mana shu alohidalikni tushungan odam bu savolning javobi hali bor ekanligini tushunadi. Shuning uchun ham O'zbekistonda chip qachon ishlab chiqariladi, zavod qachon quriladi degan savol emas. O'zbekiston bu etaplarning qaysinisidan boshlayapti va qayerda kuchli, hozirgi holatimizda biz qaysi sohada kuchlimiz va qaysi sohani boshlashimiz kerak degan savolga javob izlaganimiz menimcha mohiyatan to'g'ri bo'ladi. Bu fikringizga qo'shilaman. Albatta bizni hozirgi kunda amalga oshirayotgan ishlarimiz ham, ya'ni strategiya ishlab chiqish jarayoni ham aynan shu savollarga javob olishni nazarda tutadi. Va albatta biz bu strategiya ishlab chiqish jarayonida ham qo'shimcha loyihalar, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni ko'rib chiqamiz. U loyihalar amalga oshirish tarafga ham harakat qilamiz. Lekin umumiy global qiymat zanjiridagi nuqtaga, o'rniga kirish va o'sha o'rinda o'zimizni mustahkam pozitsiyaga ega bo'lishimiz biz uchun juda muhim. Va bu boradagi yutuqlarimiz, bu boradagi ishlarimiz, olib borilayotgan ishlar, qo'yilayotgan qadamlar haqida albatta keng jamoatchilikka xabar berib boriladi. Turli kanallar, turli ma'lumotlar orqali yetkazib turiladi. O'zingiz mavzuni ochdingiz, ochiqlik siyosati. Davlat tuzumida har doim ham ochiqlik qo'llab-quvvatlanadi, lekin realizatsiyada biz har doim ochiqlikni ko'rmaymiz. Pullar kelayotgani va ishlatilgani, yil boshida ajratilayotganini eshitamiz, yil oxirida ishlatilganini eshitamiz. Bu borada aynan shu sohani rivojlantirishda aynan ochiqlik siyosati sizda qanday ko'rilyapti? Bu birinchidan men maqtashim mumkin, siz ochiq podkastga chiqayotganingizni. Bu demak, sizni bo'lim, bu vazirlik bu sohada ochiqroq, bu soha bo'yicha. Va biz videolar qilyapmiz.
ko'rdingizmi chip texnologiyalarimiz bo'yicha videolarimizni, fikringiz qanday va mana shu sohalarni rivojlantirishga bo'lim qanchalik moyil? Sizni podkastlaringiz, sizni YouTube kanalingiz, sizni boshqa ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlaringizni doim kuzatib boraman. Shaxsan o'zim uchun juda qiziq va jamoam uchun ham juda ham qiziq. Biz undan juda ko'p narsa o'rganamiz. Chunki siz va jamoangiz bu sohani mutaxassislari hisoblanasizlar. Bizni yo'nalishimiz sal ozgina boshqacharoq yo'nalishda baribir. Ochiqlik to'g'risida savol berdingiz. Umuman olganda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi aholi uchun, jamoatchilik uchun juda ham ochiq vazirlik hisoblanadi. Bizdagi ma'lumotlar, bizdagi qilinayotgan ishlar, olib borilayotgan siyosatlar doimiy ravishda yetkazib boriladi. Mana masalan, Open Budget loyihasini tashabbusini buni o'ziga juda bir yaxshi misol bo'ladi-da vazirlikda faoliyatiga va undan tashqari juda ko'p loyihalar mavjud. Xuddi shu ochiqlik siyosatini jamoatchilik bilan birgalikda ishlash, kamchiliklarimizni jamoatchilik fikrini to'g'ri qabul qilgan holda, to'g'ri xulosalar chiqarib, uni tuzatib borish, takliflarni qabul qilish va amaliyotga tatbiq etib borish bizni asosiy maqsadlarimizdan biri. Sababi biz o'zimiz ko'rganimiz va bu sohadagi xorijiy hamkorlar tajribasidan ham ko'rdikki, bu bitta odam yoki bo'lmasa bitta davlat yopiq o'zi rivojlantira oladigan soha emas. O'zi olib keta oladigan bir yo'nalish emas. Bunda hammani qo'llab-quvvatlovi, hammani bir yoqadan bosh chiqarish o'ta muhim. Albatta bu fikrlaringizni 100% qo'llab-quvvatlayman. Albatta shunday bo'lishi kerak. Endi yakunlasak ham bo'ladi, yakuniy bosqichga kelib. Podkastimizni kuzatayotgan yoshlar, shu sohaga qiziqayotgan tadbirkorlar va ilmiy xodimlarga nima fikrlaringiz bor? Bu sohani kelajagi uchun hozirdan ular nima ishlarga tayyor turishsin? Yoshlarga eng asosiy maslahat va fikr ilm o'rganing. Ilm o'rganing, zeroki ilmdan o'zga najot yo'q. Kelajak ilmi nimada? Mana tabiiy fanlar, aniq fanlar, STEM fanlari, har qanday ilmni o'rganing. Texnologik rivojlanishga agar qarab ketadigan bo'lsak, yarim o'tkazgichlar bu kelajak sohasi. Bugungi kunda bu o'zini kelajak sohasi ekanligini isbotlab bo'ldi. Foydalanayotgan telefonimiz, mana foydalanayotgan mikrofonimiz, bizni yozib borayotgan kamera, diktofonlar, ko'chadagi har bir qadamda uchraydigan reklama shitlari, harbiy sohada foydalanayotgan texnologiyalar, ilg'or sohalarda texnologiya, kosmik sohalarda, tibbiyot sohalarida foydalanayotgan ilg'or texnologiyalar yarim o'tkazgichsiz faoliyat olib borishi umuman imkonsiz. Mana bu sohani mutaxassisi bo'lishga harakat qiling. Ilmiy izlanuvchilar, sizlarga fikrim, tavsiyam bu sohadagi yangilik, yana bir yangiliklarni topishga intiling. Balkim o'rganilmagan tarafi ko'pdir. Yana qaysidir imkoniyatlari bordir. Mana boshqa davlatlar qilyapti-ku, nimaga biz qila olmaymiz? Mana shu savolni o'zingiz oldingizga qo'ying. Demak, bemalol qilsak bo'ladi. Balkim kremni emas, boshqa modda foydalansa bo'lar. Balkim litografiya uskunasini boshqacha yo'nalishda ishlab chiqarish imkoniyati bordir. Bu yo'nalishga qancha agar ilmiy tadqiqot uchun qo'llab-quvvatlov kerak bo'lsa, davlat bunga tayyor bo'ladi doim. Tadbirkorlar uchun ham fikrimizni aytib qo'ysak, mana kelajak sohasi uchun hozirdan ilmiy tadqiqot markazlariga, ishlab chiqarish yo'nalishlariga, kadrlar tayyorlashga va boshqa yo'nalishlarga bu yarim o'tkazgichlar mikroelektronik sohasini o'z mablag'laringiz, xorijiy hamkorlarning investitsiyalarini yo'naltirish masalalarini o'ylab ko'rish vaqti keldi. Albatta, takliflaringiz, fikrlaringiz uchun katta rahmat. Umuman podkast intervyuimizni umumiy xulosasi sifatida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston yarim o'tkazgichlar poygasiga shunchaki qiziqish bilan emas, aniq strategik yo'nalish bilan kirib kelyapti.
va bu bo'yicha prezident qarori bor, strategiya ishlab chiqilmoqda. Bu bo'yicha mas'ul shaxslar, mas'ul davlat tashkilotlari bor va xorijiy hamkorlar jalb etilyapti. Hamkorlik ishlari qilinyapti. Tashqi mablag'lar yo'naltirilyapti va kadrlar tayyorlash strategiyalari bu bo'yicha aniq yo'nalishlar amalga oshirilyapti va endi yana oshiriladi. Albatta bu soha bizga kelajakda bizga ko'plagan kadrlar, ish o'rinlari va millionlagan, milliardlagan daromadlar olib kelishi mumkin. Va shu o'rinda aytib o'tay, O'zbekistonda birdaniga hammasini yo'lga qo'yish qiyin. Va biz hozirda asosan kadrlar, IC dizayn va qadoqlash, testlash bo'yicha ishlarni boshlayapmiz. Lekin keyinchalik albatta kremniy plastinalarni ishlab chiqish bo'yicha strategiyalar yo'lga qo'yilyapti. Bu bo'yicha albatta keyingi videolarda albatta gaplashamiz. Do'stlar, sizga podkast intervyumiz ma'qul bo'ldi degan umiddaman, foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizni bu sohada qanday fikrlaringiz bor? Albatta fikrlaringizni kutamiz, hammasini o'qib chiqamiz. Albatta savollaringiz bo'lsa ham yo'llang, javob berishga harakat qilamiz va keyingi videolarda nimalar bo'yicha bo'lsin? Biz podkast intervyular qilaylikmi, kimlar bilan qilaylik yoki bo'lmasa qaysi mavzularda o'zimiz videolar tayyorlaylik? Albatta fikringizni yozib qoldiring. Sog', salomat bo'ling. Unutmang, vaqt bebaho. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang.